Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Xo'p, mana bu akam bor Beshariqdan. Ha, o'zi aka nechinchisi bo'ldi? 5-6 marta oldim. Yana keyin mana ikkita misol olib ketyapman rollisdan. O'zi keldi mana oya. Akamni ko'rmagan edim. Telefonda gaplashib shu internetda zakaz qiladi. Mashinadan jo'nataveraman, bu safar o'zi ketdi mana. Mana xudo xohlasa badarkalarga ketyapmiz. Inshaalloh mana akamga hadiyalar bilan chiroyli qilib ikkita rolli mishalkamizdan o'zim kelib ko'rib olib ketay dedi. Ovozlari tinig'idan motorda Tiger motorimiz kelgan, motorda Tigerdan qo'yib berdik. Ya'ni sheridan dog'olasa cho'tkiga bor. Aka, salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi bo'lasiz. Xabarlashamiz aka. Bo'pti aka, telefonlashamiz, pulni beraverasiz. Hop, akamiz chiroyli holatda mana mishalkamiz Beshariqqa ketyapti akalar. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, kimga kerak bo'lsa, akalar. O'zbekiston bo'yicha mashinalar bor, jo'natib beraveramiz inshaalloh, telefon qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. Bo'pti, aka. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, o'sha Kamanterim qishlog'ida telefon qilaverasizlar. Salomat bo'linglar, akalar. Yaxshilikda ko'rishaylik.